Bugun 8-mart va Minecraft yaratuvchilari bu uchun alohida mod yaratishdi. Bugun men shu mod bilan yashab qolaman. Mana biz spawn bo'lib oldik. Ana endi esa nima? Bu yurakchami? Yo'q, qaranglar. Yurakcha qaranglar. Voy, cho'chqalarni, qora buzi. Qop-qora nechir. Qani bunisi qaranglar. Qilgan qaranglar. Yeb qo'yib keladi. Amali lekin yolmaymiz. Tak, hozir biz osmonni qaranglar. Juda ham zo'r. Menga lekin yog'yapti. Qizlarnikida 8-mart uchun. Tak, men atishki portal o'sha yerga borib, normal narsalar chiqsa kerak, lekin menga osmon juda ham yo'qdi. Ana bu yuraksan qaranglar. Ya o'zim bilan bunga yuraksan qaranglar. Tak, bu nima ekan? Nima? Qanaqadir yubganmi? Nima o'zi bu? Voy, uchdi. Nima menga bu Minecraft juda ham yo'q bo'lyapti-yu, qaranglar. Hammasi deyarli uchdi. Voy, buni qaranglar. Hammasi uchdi. Ay, nima bo'lyapti? Bu ekan-u. Hamma narsa uchdi. Bu nima? İştonmi? Chib oldik. Voy. Mayo, bu qizlar kim deyman? Tezkirani sug'urib qo'yish kerak lekin. Hamma sug'urib qo'ysa bu qizlarki. Tak, ana endi esa biz daraxt chopishimiz kerak, lekin hozir esa daraxt chopganim yo'q. Bu spawn joydan chopib kerak edi. Daraxt qani edi? Ana bu yerga bitta bor ekan. Hozir borib o'shani chopamiz. Mana daraxt oldik, oldik. Ana endi buni makrab qo'yaman. Ana endi chopamiz. Qani? Mana bularni ham chopib olishimiz kerak. Yaxshi. Tak, men o'zimga yetarlicha bo'lgan daraxt chopib oldim. Endi menga tosh kerak. Tosh. Tak, lekin menga ana bu yurakchalari hamma narsa g'alati. Hamma menga tosh kerak. Ana nima edi? Tez yurib ketdi oldimdan. Quyon bo'lsa kerak. Tak, bu yerda o'tamiz. Lekin shunga qiziqyapman-da, nima ekan shu? Tak, o'sha yiqilib o'ldimi? Quyon bo'lsa kerak-da, boshqa nima? Tak, shu yerdan tepaga chiqamiz. Menga tosh kerak. Qani? Shu yerdan birinchi bo'lib ana daraxtlarni aytladik. Keyin esa mana buni bitta yasamiz va chop. Qani? Nima? Bularni qaranglar. Hamma narsa deyarli uchdi. Wow, buni qaranglar qo'ya turishini. Bola ana shu video ko'proq ko'rilsa, aktiv bo'lsanglar, shuni o'g'il bolalarga to'paman, shu teksturani. Shu teksturani o'g'il bolalarga to'paman. O'shanda ham video olaman. Ko'ramiz, qani bu video narsalar yig'ar ekan. Hozir biz tosh kovlaymiz. Mana yetarlicha tosh ham olib oldim. Mana endi esa nima? Hattoki toshlar bu yerlar ham uchdi. Wow, bunaqa zo'r Minecraftni o'ynamagandim. Hamma narsa deyarli uchdi. Bu Minecraft menga tobora yoqib boryapti, lekin bularni farqlab bo'lmaydi nimaligini. Bularni uyqu faqat yasayapman. Bu adashmasam bolta. Lekin bularni ko'rinishi bir xil, bularda adashib ketadi odam. Tak. Bu biyomlar ham qandaydir o'zgargan oldin. Ko'klarda endi sarg'aygan. Nima bu? Qaranglar, zamburug'ni. Tak, hozir biz sayohat qilamiz. Boshqa nima qilardik? Qo'ylarni qaranglar. Basharcha qaranglar bularni. Mana senga. Pishirib yeb olib keladi-ya bularni ko'rgan payting. Qanaqa ekan? Farqi yo'q, bularni yeb olaman qarab turinglar. Bularni ko'rgan payt ishtaha osilib ketyapti-yu. Tak, yana nima bor bu yerda? Tak, mana daraxtlarni ham chopib beramiz. Hash-pash deguncha ham kechasi bo'lib qoldi-yu. Hali daraxt kovlab yuraman, birorta qishloq ham chiqmadi. Mana bu go'shtni olaylik, qo'lingiz birorta struktura chiqmadi. Tovuq. Bu tovuq xo'roz bo'lib qoladi. Juda ham chiroyli ekan, lekin menga farqi yo'q. Yevoraman. Tak, bo'lsa qaranglar.
Lekin urgimchalar o'zgarmagan. Buni qaranglar. Nima? Skelet qaranglar, qo'ylar nima bu buni? Nima ham shunaqa narsa bor? O'ldiramiz. Yo'q, qatta. Nima uchun bunday? Oppa. Halloylik qildim nima uchun? Lekin Osmonni qaranglar, juda chiroyli. Menga Osmon yo'q qoldi, lekin Osmon bilan ana yurashlar narsalarga bunga PP qilish yo'q keyinroq ekan. Tak, boshqa hech narsa yo'q. Bola o'zim sizlarga kiratiga o'tdim. Qolgan narsalarni ko'rsataman. Tak, bu yerga mana narsa bor ekan, buni qarang, yarashdimi yo'qmi, shuni kommentda yozib qo'yinglar. Tak, mana shunday turyapti. Nima ilitini qaranglar. Tak, menga yo'qyaptimi? Tak, yana bo'lsa. Bular qaranglar, bular kiyiladimi? Da, kiyilar ekan. Menga yo'qyapti. Bu qanotlarni qaranglar. Nezlet bironaga shunchalik o'zgartirish kirgan. Tak, menga yo'qyapti. Yana nimalar bor ekan? Tak, qaranglar bu yerga. Creeper to'g'ri qanday o'zgartirdi? Tak, shunchalik uzun nima? Bolalar, videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan men Vizir bo'ldi. Hammaga xayr bolalar.